O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi 1,3 milliard dollarga oshib, 75,4 milliard dollarga yetdi. 2025-yilning 9 oyida xalqaro zaxira aktivlarining xorijiy valyutadagi qismi 1,5 milliard dollarga ko'payishi kuzatilmoqda. Shuningdek, jahonda oltin narxining yuqori o'sishi natijasida xalqaro zaxiralar qoldig'i yil boshiga nisbatan qariyb 13,8 milliard dollarga ko'paydi. 2025-yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonning tashqi qarzi 11 milliard AQSh dollaridan ortiqqa oshdi. Bu haqda Markaziy bankning mamlakat to'lov balansi, xalqaro investitsiyaviy mavqei va tashqi qarziga bag'ishlangan sharhida keltirilgan. Regulyator raisi O'zbekiston tashqi qarzi barqaror darajada ekanligini qayd etdi. Ishmetovning so'zlariga ko'ra, tashqi qarz miqdor jihatdan oshayotgan bo'lsa-da, uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi kamaymoqda. So'nggi 5 yilda bu 32% dan 29% gacha pasaygan va qarz barqarorligi bo'yicha xatarlar yo'q.